Assalomu alaykum do'stlar. Hammaga xush kelibsiz. Bugun biz Barselona hamda Ter Stegenning situatsiyasi haqida gaplashib o'tamiz va nimaga Joan Garcia hozir Barselona uchun 1000 marta yaxshiroq baratarligi haqida. Do'stlar, men sizlarga hozir boshidan aytaman. Ter Stegenni qachondir mana qaysidir o'yinda именно o'sha o'yinni tashkil qilib berganini, именно o'sha nima deydi uni? Barselona yomon o'ynayapti, darvozaboni qutqarayotgan payt qachondir bir eslaganmisizlar, shunaqa situatsiya bo'lganmi sizlarga? Ter Stegen hozir esla olasizlarmi? Prям umuman internetga chiqmasdan просто esla olasizlarmi? Ter Stegen Barselona o'zi umuman Ter Stegen dahshat darvozabon. No. Dahshat darvozabon bo'lgan. 2015-yil dahshat bo'lgan, keyin 2022-2023-yil dahshat bo'lgan. Men sizlarga aytib, 2015-yil u realni yangi vratar edi. O'sha o'ziga prям monster formada edi. U payt dahshat edi. Save'lar hammasi super, lekin sizlar ham ko'rgan bo'lsangizlar kerak, anu Ter Stegenni anu pozasini. Ter Stegen har doim bitta poza qiladi. Ko'p to'p keladi, mana masalan, napaday tepyapti. Ter Stegen menday qarab o'tiradi-da, shunday. Ko'p to'p kelyapti, o'tib ketadi. Reaksiya yo'q. Men ko'p Ter Stegenni parod qilganlari faqat shundan bo'ladi. Reaksiyasi qilmaydi. Mana masalan, Luboy darvozabon endi ko'p to'p kelyapti, даже onani ham harakat qiladi o'sha ko'p to'p. Ter Stegenni ko'p vaziyatlarda oxirgi yillarda umuman reaksiya yo'q. Ko'p to'p o'tib ketib, просто qarab qo'yadi. Bo'ldi. 2022-23-yilda Ter Stegen zo'r edi. Lekin nimaga? Mana главный причинasi. Xavini Barsasi o'sha La Ligani yutgan, Xavini Barsasi umuman anaqa hujum qilishdan qo'rqayotgan. Sizlar eslasizlar bor, Bruno qilardi Barselona har bitta o'yinda. Bruno ashtaqa rekord ham qo'yishdi, gol o'tkazmasdi. Beck, Balde, Andres Christensen, Araujo, Kunde. Ana shu 4 ta защитнigi bor edi. O'zi umuman Barselona qandaydir boshqa komandaga aylanib qolgan edi. Qandaydir men Barselona ko'rayotganda hozirgi Mikel Artetani Arsenalga ko'rayotgandek bo'ldim. Prosta sushit qiladi o'yinni gol urgandan keyin. Va o'sha situatsiyada Ter Stegen zo'r edi. Nimaga? Ko'p hozir odam srazu kommentga chiqib olib, Ter Stegen dahshat seyv qiladi. Ter Stegen seyv qiladi, lekin Ter Stegen oddiy seyvni chiroyli ko'rsatib ko'radi. Mana Luboy oddiy darvozabon bunday to'xtadi, Ter Stegen bunday badani bilan bunday qandaydir to'xtatadi-da. Chiroyli ko'rinadi, isla o'ylaysizlar, как бы bu dahshat seyv qilyapti, tuda deb. Yo'q do'stlar. Mana Joan Garcia именно hozir qilyapti o'sha seyvlarni. Villarrealga qarshi o'yin. Joan Garcia ikkita prям monster seyv qiladi. Men o'sha payt srazu flashback bor. Agar Ter Stegen bo'lsa edi, Ter Stegen ikkita golni ham menga qarab o'tkazib yuborardi. Men Ter Stegen pretenziyam yo'q hozir. Просто men hozir ko'rayotgan narsamni aytayman. Chunki Ter Stegen o'sha ikkita beliga operatsiya qildi. Mana shu именно belidan operatsiya qilgandan keyin beli, keyin tizzasi. O'sha operatsiyalardan keyin Ter Stegen umuman reaksiyasi yo'qolib qoldi. Do'stlar, men tushunaman. Ter Stegen dahshat, legenda klubni. 11 yil o'sha. No, Ter Stegen hozirgi reaksiyasi yaxshi emas. Joan Garcia 1000 marta yaxshiroq. Bu o'yin tomonlama meni pretenziyalarim Ter Stegenga eminman. Nimaga Ter Stegen men o'ylashim bo'yicha ketish kerak Barsadan va чтобы Germaniyaga o'sha jahon chempionatiga chiqish uchun. O'yin pretenziyasi u yoqda boshqa pretenziya ham bor. Основной pretenziyasi nimaga Barselona hozir Ter Stegenni komandadan chopmoqchi? Joan Laporta bir nima deydi uni? Bir g'alati prezidentda bor-ku, bir tomonda o'ylab qarasangiz dahshat ishlar qilyapti, lekin bir tomonda o'ylab qarasangiz Barselona aktivlarini sotib yubordi. Va shu klub hali ham qarzda, bomba qarzda. Klub hali ham mana Lewandowski shunaqa klublarni katta oylikka sotib olyapti. Normal. Eslaringizda bo'lsa, Covid sezoni bo'lgan edi. Barselona koronavirus payti qiynalib qolgan edi. Chunki klub daromad qilmayapti, chunki stadionda hech kim kelmayapti, lekin Barselona o'sha futbolchilarga maosh to'layapti babram. Chunki shunaqa FIFA aytgan. Klub futbolchilar o'ynamasa ham maosh to'lashlaringiz kerak futbolchilaringizga. Va mana shu moment именно Barselonani nima deydi uni finans situatsiyasini o'ldirdi почти.
bankrot bo'lishga salgina qoldirdi. Va shuni to'g'rilash uchun Bartomeu nima qildi? Hozir dedi, mana Ter Stegen katta ko'p, Pique, Jordi Alba, Messi, Suarez, Griezmann har bitta o'sha ko'p oylik Busquets, ko'p oylik oladigan futbolistlarga bordida, o'rtoq dedi. Mana sizlarga dedi, biz hozir kamroq oylik to'laymiz. No, keyingi yil oyliklaringizga qo'shilib ketaveradi bu maoshlaringiz dedi. To есть, ну как бы mana men 100 yevro pul olsam, oylik bu yil 10 yevro olib turamanda, lekin keyingi yil men 190 yevro olaman. Tushunasizlarmi? To есть o'sha 90 yevro olinmagan keyingi yilga oladi. Shunaqa qilib Bartomeu вообще, ну то есть endi o'sha situatsiyada to'g'ri nima qilishni ham bilmadi. Endi xullas Ter Stegen hop dedi. Mana boshqa futbolchilar aytishi mumkin. Yo'q, menga 100 yevro beringlar bo'ldi dedi. Yo'q, Ter Stegen boshqa kapitanlar bor-da, mayli dedi. O'sha 90 yevroni keyingi yil berasizlar menga. Shunday ketdi. Keyin Laporta prezident bo'ldi Barselonaga. Nima bo'ldi deb o'ylaysizlar? Laporta yana kontraktni uzaytirdi Ter Stegen bilan va yana o'sha отложенный срокni yana отложенный срокka qildi. To есть, men 190 yevro oladigan yilimga bular aytdi. To'xta dejora, senga 20 yevro beramiz va keyingi yil o'sha seni 80 yevroingni keyingi yilda beramiz dedi. To есть, tushunyapsizlar? 190 yevro olish kerak, 20 yevro olyapti-da, yana 190 yevroga o'sha 70 yevro keyingi yillarga o'sha tarqalyapti. Уже ko'payapti-da. Xullas shunaqa bo'ldi. Va 2025-yil keldi. 2025-yilga qarasak, Ter Stegen 2 yil, почти 23-24, 24-25 sezon просто o'tkazib turaman dedi. Shensni Penya uni yopib turdi ungacha. Ana oldingi yil вообще ana bo'ldi, nima deydi, prikol bo'ldi. Bir Penya qaradi, keyin Penya dahshat prям super formada bo'lgan payti сразу Shensni kiritdi Flick. Bilmadim, endi Flick unchalik Penya yoqmas ekan, no Shensni o'sha qarab berdi 24-25 sezon dahshat o'ynab berdi. Va keyin 2025-yil keldi, yozda transfer o'yini. Joan Garcia degan Espanyolda yosh dahshat darvozabon keldi. Keyin Laporta bunday o'yladi. Hozir Ter Stegen bizga to'lashimiz kerak. Mana shu imенно yozga kelyapti-da, imенно yozga to'lashimiz kerak o'sha pulni. Katta pulni. To'lab qo'yganda endi. Ne dedi? Joan Garcia biz hozir sotib olamiz dedi. Ter Stegen chopamiz. Ana shunaqa situatsiya bo'ldi va sizlar eslasangiz kerak, yozda nimalar bo'lib ketdi. Короче, yozda Joan Garcia sotib olingandan keyin Barselona сразу anu Twitter, Telegramlarda сразу hate boshlandi Ter Stegenga qarshi. Ter Stegen bunaqa, Ter Stegen bunaqa, Ter Stegen unaqa. Va imенно mana Ter Stegen Villarreal qarshi o'ynadi. Oldingi yil yozda may 3-sidami chiqdi-da. Ter Stegen endi eslaringizda bor, tam memlar tutashda montaj qo'yaverammasini просто ustidan kulib tashadi o'z fan bazi ham. Keyin Laporta ham o'sha fan bazani heytiga qo'shildi-da. O'sha Ter Stegen bilan urush boshlandi. Va Ter Stegen travma oldi keyin yozda. Ter Stegen travma olgandan keyin Laporta endi Joan Garcia'ni sotib olgan, registratsiya qilish kerak. Lekin Barselonaning problemasi bor. Barselonada FFPda ana yo'q, zarplatniy fonda bo'sh joy yo'q, чтобы registratsiya qilish uchun Joan Garcia. Shunday qilib Laporta keyin Joan Garcia o'sha aytdi, hozir Ter Stegen travma oldi, seni o'sha Ter Stegenga biz registratsiya qilamiz. La Liga anosi bor, qonuni. Agarda futbolist 4 oydan yo'qga ketsa, 4 oy, 5 oy, 6 oy ketsa, o'sha futbolistning, travma olgan futbolistning 80% oyligiga boshqa futbolistni registratsiya qilsa bo'ladi. Va Barselona shunga zayavka qildi La Ligaga. Biz shunaqa Ter Stegen travma oldi. Eng o'sha Madinuni parod qilgan situatsiya bo'ldi. Ter Stegen o'sha meditsinskiy отчет beriladi. Ana meditsinskiy отчетda aytadi, "Ha, men 4 oydan bu yoqqa ketdim." Lekin Ter Stegen Instagramga chiqdi-da, Ter Stegen Instagramga aytdi,
men dedi, o'sha travma oldim, tutasida bilaman, hammasi qaytaman yaqin 3 oyda qaytaman dedi. 3 oyda. Tushunasizlarmi? Keyin meditsinskiy отчёtni u imzolash kerak. Ter Stegenning o'zi, ha, men roziman, o'sha 4 oydan bu yoqqa ketdim. Чтобы Joan Garcia registratsiya qilish uchun. Ter Stegen esa uni registratsiya o'sha meditsinskiy отчёtni где-то avgust oxirigacha qilmadi. İmzolamadi. Laporta xullas heyt bo'lib ketdi. Сразу вообще massivniy heyt bo'lib ketdi Ter Stegen tarafiga, legendaga. Ну, то есть Ter Stegen ham salgina noto'g'ri ish qildi, bu yoqda Laporta ham juda ham noto'g'ri ish qildi. Men tushunib turibman, futbolchini sotish kerak. No. Просто bo'ldi bu yosh qari ekan, bo'ldi buni chopamiz klubda. Laporta xuddi shunday qildi-da. Hech qanaqa уважение yo'q, hech qanaqa. Просто biz Joan Garcia'ni sotdik, Ter Stegen yo'qol. Ну, как бы shunaqa narsa bo'ldi-da. No, Babram o'sha meditsinskiy отчёtni qildi, Ter Stegen oxiri. Lekin как бы Ter Stegen reputatsiyasi tushib ketdi fan bazaga Barselona ustiga. Menda ham даже hozir Ter Stegen legenda, lekin nimaga u Joan Garcia senga nima qildi? Tipa u как бы meditsinskiy отчёtni qilmasa ham, yozmasa ham, qilsa ham u Barselonaga qandaydir yordam qilmaydi. Joan Garcia просто o'ynaydi. Joan Garcia qil, lekin mana Ter Stegen chiqdi, mana masalan aytdi. Laporta tutda men umuman noroziman Laporta bilan. Xullas, shunaqa situatsiyalar bo'ldi va keyin mana Joan Garcia dahshat o'ynab ketdi. Ter Stegen haqida umuman hammani esdan chiqib ketdi. Chunki travmasi bor-ku endi. Keyin noyabrda qaytdi. Noyabrdan beri zayavkalar kiryapti, lekin Hansi Flick aytibdi, birinchi nomer Joan Garcia, ikkinchi nomer Szczęsny, uchinchi nomer Ter Stegen. Просто easy. Hansi Flick shunaqa qildi. Va oxirgi kunlarda Barselona Guadalajara degan klubga o'xshab o'ynadi-da, xullas kubokda. Va har bitta top klubda shunaqa qonuni bor. Любой top klubda shunaqa qonuni bor. Kubokda boshqa darvozabon o'ynaydi, ikkinchi darvozabon. Chunki endi Babram kubokda boshida ikkinchi, uchinchi diviziondan klublar tushadi-ku. Ну, чтобы ikkinchi darvozabon uchun ham чтобы salgina o'ynasin deb. Lekin Hansi Flick unday qilmadi. Oldingi yil ham shunday qilmadi, bu yil ham shunday qilmoqchi emas edi o'zi. Joan Garcia'ni chiqarmoqchi. Lekin keyin Joan Garcia'ni o'zi menimcha aytdi, Szczęsny chiqsin, men anaqa. Szczęsny esa, Szczęsny birazdan чистый trop. Szczęsny ne qaratdi, men chiqmayman, Ter Stegen chiqarsin, unga yordam bersin dedi. Hansi Flick ham mayli dedi. Szczęsny chiqmayman deganiga Ter Stegen chiqdi. Zo'r o'ynaydi Ter Stegen. Lekin eslaringizda tursin. Barselona Guadalajara komandaga qarshi o'ynadi. 3-diviziondanmi, 2-divizion. Ну, как бы u klubga qarshi o'yindan biz hech nima deyolmasligimiz mumkin. Bu endi nima deydi? Bo'ldi, Ter Stegen formasiga qaytdi. Bu Guadalajara. Va mana shu klub match tugadi. Сразу Twitter hamda Telegram hamma insiderlar chiqdi. Barselona administratsiyasi umuman, Barselona sovet direktori umuman yoqmadi bu narsa. Hansi Flick degan narsa va Hansi Flickga aytdi, "To'shda men Ter Stegen chiqarmagan." Va mana endi hozirgi kunga keldi, 23-dekabr. Ter Stegen situatsiyasi tushuntirib beramasdik. Ter Stegen hozir ketish kerak. Ter Stegen hozir Jahon chempionati 2026-yil o'ynamoqchi bo'lsa, ketish kerak. Boshqa iloji yo'q. Lekin boshqa ham bor. Barselonani o'sha atlojenday puli bor. Barselona to'lash kerak Ter Stegenga. 2020-yil to'laydigan pulini o'sha atlajeni keyingi yil beramiz. Ana shundan kelib Barselona qilib yuribdi. Ter Stegen hozir yo boshqa klubga o'tish kerak va o'sha imini zarplatasini, o'sha oyligini esdan chiqarish kerak. Amalda endi. No, Ter Stegen yana bitta problemi bor. Ter Stegen hozir yanvar endi transfer marketi ochiladi. Ter Stegen hozir oddiy klubga o'tmoqchi emas. Sredniy klubga, ya'ni Villarreal, Aston Villa unaqa klubga o'tmoqchi emas. Ter Stegen qanaqa klubga o'tmoqchi?
Tam Chelsea Liverpool masu, mana Chelsea qani Borussia agar olsalar, to есть top klubga o'tmoqchi-da Ter Stegen. Lekin hozir to есть ham top klubga o'tish kerak, ham oylikda olish kerak, ham Jahon chempionati 2026-yilga birinchi nomer bo'lib o'ynash kerak. Chunki Ter Stegen orzusi o'sha Neuer necha yoshgacha o'ynadi u Neuer ketgandan keyin mana endi Nagelsmann ham даже aytibdi, mayli debdi, Ter Stegenni chiqaring. To есть Ter Stegen nima qilyapti-da? Ter Stegen birinchi nomer bo'lishi kerak, lekin bizga o'ynash kerak salgina. Agarda Ter Stegen salgina игровой minut olmasa, hech qayerdadir men payt 90% o'ylayman Germaniyaga chiqmaydi. Va Barselona ham o'zi xohlayapti Ter Stegen ketishini. Lekin Barselona o'sha oyligini to'lashni ham xohlamayapti. Ketsin, mayli. Chunki Barselonada Joan Garcia bor, Szczęsny bor. Ketadi. Вообще idealni Joan Garcia hamda Ter Stegen, lekin Ter Stegenning oyligi katta va o'sha imенно o'sha pulni to'lash kerak. Barselonani eng hozir nimaga Ter Stegenni ketkizmoqchi klubdan o'sha imенно o'sha 2020-2021-yil Covid sezonida Ter Stegen mayli keyingi yil to'laysizlar degan pulni Barselona to'lamoqchi emas. Bo'ldi. Главный причина shu. Atak Barselonaga yaxshi emasmi? Joan Garcia, Ter Stegen tursa, yana 3-vartar Szczęsny bo'lsa, yaxshi emasmi? Va shunaqa gaplar. Barselona ko'ramiz endi nima bo'ladi. Lekin ham игровой perspektivdan, ham boshqa perspektivdan Ter Stegen ketish kerak. O'sha legenda просто ketish kerak. Lekin mana bunaqa yomon klub bilan urushib, unaqa ketmaslik kerak. Hamma rozi bo'lib ketish kerak bo'ldi. Chunki Joan Garcia hozir Barselonani dahshat muratar. Kстати, borku bolalar, men realni aniqlayman. Наконец-то borku Barselonada o'yinni o'zgartiradigan darvozabon bor. Har bitta o'yinda mana shu Bavariya, PSG, Liverpoolga Ter Stegen. Ter Stegenning aybi emas, просто Ter Stegen bilan qaniydir qotib qolgan o'sha narsa borku. Har doim mana shu oddiy ko'p mamne qaraydi-da Ter Stegen. Как бы No, Ter Stegen dahshat futbolist. Video yoqqan bo'lsa like bosing, подписка tuda-suda. Yana hali videolar chiqaraman. Adios.